Assalomu alaykum. Sizlar bilan App o'quv markazining Sankt-Peterburgdagi filiali o'qituvchisi Zulayho Hasanova. Bizning o'quv markazlarimizda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar rus tilini tez va oson o'rgana olishlari mumkin. Bugun bizda ajoyib kun. Bizning rus tilidan belgilangan o'quv kursimizni o'tib tugatgan o'quvchilarimizni sertifikatlar bilan taqdirlaymiz va ularni kurs jarayoni qanaqa o'tganligi haqidagi fikrlarini bilib olamiz. Раджабова Севинч, поздравляем вас с успешным прохождением подготовительного курса русского языка. Абдувалиев Саид Камоль, поздравляю вас с успешным прохождением курса русского языка. Вот ваш сертификат. Мирзаева Фируза, поздравляем вас с успешным прохождением подготовительного курса. Следующий у нас Азамов Шахриор. Поздравляем вас с успешным прохождением подготовительного курса русского языка. Всем привет! Меня зовут Фируза, мне 20 лет. Я 6 месяцев проходила курсы русского языка в учебном центре App. Я очень благодарна своему преподавателю за то, что она мне помогла работать над своими ошибками. И благодаря ей и команде учебный центр App я быстро и легко научилась говорить на русском языке. Что сказать? Я рекомендую всем. Приходите и учитесь. Salom hammaga. Ismim Azam Shahriyor, yoshim 26 da. 6 oydan beri App o'quv markazida rus tilini o'qib o'rganib kelaman. O'qituvchilarga alohida rahmat, hammaga tavsiya qilib qolaman. Kelingizlar, o'rganingizlar. Assalomu alaykum, ismim Sevinch, yoshim 16 da. Sankt-Peterburgda 7-sinfda o'qiyman. Maktabda rus tilida gaplashishga qiynalganim uchun App o'quv markaziga rus tilini o'rganish uchun keldim. 6 oydan beri rus tilini o'rganyapman va o'zimda juda yaxshi o'zgarishlar sezdim. O'qituvchimga katta rahmat, hammaga tavsiya qilib qolaman. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Said Kamol. 15 yoshdaman. Maktab o'quvchisiman. 3 oydan beri App o'quv markazida rus tili kurslariga qatnayapman. Oldinlari rus tilida gaplashishga qiynalar edim. Hozirda o'zimda juda yaxshi o'zgarishlar sezyapman. Hammaga tavsiya qilaman App o'quv markazini. Hammaga rahmat. Endigi navbat talabalarimizga juda ko'pchilikda hozirdagi eng dolzarb muammolardan bittasi bu sessiya. Nima qilish kerak? Sessiyani qanaqa yopish kerak? Zadaniyalarni nima qilishim kerak degan savollar hammada mavjud. Bunga javob App o'quv markazi endilikda Sankt-Peterburg shahridagi o'quv markazimizga ham sessiyalar bo'yicha zadaniyalar, lichniy kabinet va zachotlaringiz muammolari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Lichniy kabinetingizdan foydalanish va sessiyalaringizni yopish uchun endilikda bizda barcha qulayliklar mavjud. Biz sizga albatta sessiyalaringizni vaqtida va muammosiz yopishga yordam beramiz. Biz bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarini ekranda ko'rishingiz mumkin. Bizni kuzatib borishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.